Mat, pilla va futbolni almashtirish, yovuzlik yoki yordam. Xo'sh, qizlar, mening nuqtai nazarimdan, tibbiyot nuqtai nazaridan, bolaning rivojlanishi kontekstida men har doim yaxshi va yomon narsa yo'qligini aytaman. Siz va menda asboblar bor. Amerika Pediatriya Akademiyasi, masalan, uyda taglik almashtirish stollaridan foydalanishni tavsiya qilmaydi, chunki statistikaga ko'ra bu unchalik qulay emas. Ha, bu tashkilot sifatida qulay, lekin ko'pincha bolalarni faqat estetik nuqtai nazardan kiyintirishadi va ular bilan barcha mumkin bo'lgan harakatlarni asosan pol yoki mos ravishda karavotda bajarishadi. Boshqa tomondan, xuddi shu Amerika Pediatriya Akademiyasi prinsipial jihatdan o'zgaruvchan stol ota-onaning pastki orqa qismi nuqtai nazaridan normal mavzu ekanligini aytadi. Shunday emasmi? Ya'ni men bu yerda qarorimni faqat birinchi navbatda sizning his-tuyg'ularingizga asoslagan bo'lardim. Nimani xohlaysiz, nimani xohlamaysiz. Bundan tashqari, sizning kvartirangizning o'lchamlariga asoslanib, yana agar bu o'zgaruvchan stol u yerga to'g'ri kelsa va siz buni xohlasangiz va sizga yoqsa, yaxshi, muammo emas. Biz undan foydalanamiz. Agar ushbu komponentlardan birortasi mos kelmasa, unda bunga ehtiyoj qolmaydi. Siz albatta bolaning ahvolini yomonlashtirmaysiz. Pillaga kelsak, bu yerda mutlaqo tinch. Bu oddiy vosita. Men ishlatadigan yagona narsa bu pilla joylashtiruvchi. U hali ham biroz yaxshiroq ishlaydi va samaraliroq. Lekin bu yerda yana doimiy ravishda nazorat qilinadi. Biz avvalgi videolarda muhokama qilganimizdek, Xudo saqlasin, pozitsion asfiksiya bo'lmasligi uchun. Ya'ni har doim, agar bola bizning to'shakka nisbatan yumshoqroq bo'lgan biron bir yuzada yotgan bo'lsa, beshikda yotqizilgan bo'lsa, u holda bola doimo nazorat ostida bo'lishi kerak. Futbolga kelsak, u ham mutlaqo normal vositadir. Bitta narsa shundaki, bizning asosiy vazifamiz biz chaqaloqni juda ko'p silkitmasligimiz uchun, balki uni muloyimlik bilan silkitib qo'yishimiz uchun taniqli chayqalish sindromini, chayqalgan chaqaloq sindromini yaratish emas. Shuning uchun, iltimos, har bir tebranishingizni oyoqlaringiz bilan yostiq qiling. Shunda siz va bolangiz butun kuchingiz bilan titramasligingiz kerak. Bu esa aslida unchalik yaxshi bo'lmagan oqibatlarga olib keladi.